أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat İmam An-Nasafi rahimahullah yazgan Manarul Anvar namlıq usul fiqh haqqida yozilgan kitobning sharhi Nurul Anvar yani Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar namlıq sharhining amri babı keldi. Amr. Hem de biz bundan burun biz has babıdaydık. Yani has bölümünde. Has bölümündeydik. Musannif bizge hasliki yüzniki medlulunu qat'iy şekilde ölçüge aldığanlıqını haslangan bölükünü qat'iy şekilde ölçüge aldığanlıqını ve hasının özü aşkar ekenligini yine bir qıdım bayan kılınmaydıganlıqını hasını yine bir qıdım bayan kılganlık onu emelden kaldırganlık bulduğanlıqını sözler şununla furuat meselelerden yani fıkıh meselelerden 7 meseleni keltirgen. 7 mesele. Ve bunun da 3 meselenin bayan bolgandan keyin 2 itirazını keltirgen. 2 itirazını. Şu an 9 meseleni keltirgen. Endi bizge hasni yani fıkıhdan ameli fıkıh hükümlerden misal keltiriş arqali bizge hasni umumiy tunuşturup bolgan boldu. Endi bizge şu hasqı teve bolgandan keyin öz aldığa bir kategoriye lekin hasqı teve bir cihetten bolgan emir ve nehi ne sözü bitirdi ve yana hatta ki muqayyad mutlaqlamı bu hasning babı nima cihetten desa emir nima cihetten hasqı teve desanglar has degan kullu lafzin wudi'a li ma'nan ma'lumin ala'l infirad dedik. Has degan yani ma'lum bir ma'niga yolg'izlik bilan alohida qo'yilgan narsa xos. Amr bu mushu jihatdan xosning bobi, mushu jihatdan. Yani Allah Taala Qur'on-i Kerimda masalan "Vas-sariqu vas-sariqatu faqta'u aydiyahuma" desa. Mishalki faqta'u degan so'z qarasangiz jami'. Lekin bu qat' degan gap arab tilida ma'lum bir ma'niga qo'yilgan, yani kesish. Qo'lni kesish degan gap. Demek bu şu kesish deganni ko'rsatadi qat' degan gap undan boshqa ma'ni ko'rsatmaydi. Kesish degan gap yani yoki zid qilish yoki bir urush degandek ma'ni ko'rsatmaydi. Faqat bu kesishni ko'rsatadi. Mujjatni nima ekan? Xos. Ta'udi. Yani bir ishni qiling degan gap yani nurg'ilg'a ishlarni ma'lum bir ishni qiling degan gapning o'zimi xosga tava. Mujjatdan xos. Endi Musannif rahimahullah an ta'riful xos, xosni ta'riflashtin va hukm va xosning hukmini bayon qilishtin va tafriati xosniki tafriatlarini bayon qilishtin. Farq buluvdi arada an yubayyina ba'da anwa'ihi. Xosning turlarining bir ba'zi bir qismini bayon qilmoqchi bo'ldi. Yani el-musta'malati fi şeriati kesiran. Şeriatda ko'p holatlarda ishlatiladigan qo'llaniladigan xosniki boshqa bir qism turlarini bayon qilmoqchi bo'ldi. Va huwa al-amru wan-nahyu. Bu bo'lsa xosniki turlaridan bir qism boshqasi amr va nahiydir. Xo'sh, endi amr degan biz avval oldi bilan amrni izlab o'tamiz. Faqal al-musannif rahimahullah va Abul Barakat An-Nasafi rahimahullah va qizil xatdagi nas Manarul Anvar degan kitobniki nas teksti. Qora xatdagi Molla Ciyun rahimahullah'ın yazgan şerhi. Faqal dese musannif yani Abul Barakat Nasafi rahimahullah dedi ki ve minhul emru ve huve kavlul qaili li gayrihi ala sabilil isti'la'i if'al. Hem de muşu xasının qatarından emir de vardı. Xasının qatarındandır emir. Ve huve emir degen nima? Emir ta'rif qiladi. Emir degen kavlul qaili li gayrihi. Yani digichinin o'zining g'ayriga
üstün sanaş, üzerine üstün sanaş yolu bilen if'al degan so'zi doğru. İf'al demek deyişi emas, yani if'al degan so'zi doğru. Maqul neydi qol. İf'al degan so'zi. Endi sizlarga bu darsga kirishdan burun sizlarga bu tushuntirib beradigan bir muhim mazmunlar bor. Demek bizde muhim bo'lgan bizde Şerrah rahimahullah, Şarih rahimahullah nurg'unlagan masalani bayon qildi. Lekin masalaning xulosasi bor. Bizga eng muhim bo'lgani masalaning xulosasi. Asosiy xulosasini qilib so'rash kerak. Uningki bir muncha gaplarni tushunsangiz yaxshi, agar tushunmay qolsangiz, ya'ni xulosasini qilib turganligim bo'ldi. Ammo masalaning javhirini sizlar tukalab turmay, yeri kalan uyaga ketib, hali bu yerga kelsa, hech kimni foydalanmaysiz. Vaqt isrof bo'lgan bo'ladi. Bu yerdagi Cevherul kelam, hulasatul kelam. Kelamның xulosasi bizga musannif shuni bildirmoqchi. Amr degan, ya'ni o'zidan boshqa odamga o'zini ustun sanash yo'li bilan degan gap. Masalan, buni degan gapni sanglar ilmul mantiqda o'qishni bu gapni. Az amr degan gap talab degan gap, talab. Bir narsani talab qilish. Bu talab qilish agar o'zi tuvan talabdan yuqori talabga bo'lsa, bu emir, buyruq deb ataladi. Agar yuqori tarafdan tuvan tarafga bo'lsa buyruq. Agar tuvan tarafdan yuqori tarafga bo'lsa duo, tilak, duo degan bu. Agar o'xshash tarafdan tang tarafga bo'lsa iltimos. Iltimos deb ataladi. Buni bilish kerak. Ham demak hozir bizning demoqchi bo'lganimiz ya'ni yuqori tarafdan tuvan tarafga bo'lgan nima? Amr. Endi bu yerdagi yuqori taraf bo'lish isti'lo bilan, isti'lo. Ya'ni nima jihatdan masala qil. Amaliyotda o'zi yuqori bo'lsin bo'ladi. Hattoki ma'lum taraf, tuvan taraf yuqori tarafga yuzini yuqori sanab, men degan cho'ngda yuqori sanab, "Ey ma'lum qilib deb bo'lsinmi yana?" Nima bo'laverdi? Amalning qatoriga kelaverdi. Ya'ni cho'qim bu taraf ustun bo'lishi shart emas. Asli amr degan yuqori tarafdan tuvan taraf bo'lishi kerak. Ammo bunda bo'lib qolsa-mu, bo'ladi faqat shart nima? Bu o'zini yuqori sanash kerak. O'zini cho'ng tutib, boshqalar bo'lsa, shu chog'da buyruq deb ataladi. Ma'lum. Uni keyin bu shu amr, amrning hukmi. Nima desanglar, amr mutlaq amr ha, mutlaq amr. Yani amr degan gapdan muqayyat amr emas. Mutlaq amr vojib degan ifodalaydi. Al-amru lil vujub, ya'ni al-amru mutlaqu lil vujub. Qur'on Karimda qanday ada? Masalan, uni vojiblikdan cho'rib o'tadigan, o'rib o'tadigan qalinatus sarifa bo'lmay qolsa, buning hukmi nima? Vujub. Vojib hukm chiqadi. Aqimus salat deb kelsa, undan hech qanday bir gap kelmasa, bu nima? Vojib. Ammo amrdan keyin barchada buni cho'rib o'tadigan fala junaha alaykum deganday va iza masalan va iza halaltum fastadu deganday masalan ihromni yechsanglar o'g'langlar deganday fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' deganday fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida deb. Demak, ba'zan amrlar bor. Ba'zida mubah uchun. Sizlar ihromdan chiqsanglar o'g'langlar deganning ma'nosi vojiblik uchun emas. Buniki hukmi nima uchun? Ya'ni ihromdan chiqqandan keyin o'g'ilsanglar bo'ladi. Endi bu mubah uchun amr. Nima uchun desanglar, chunki bu yerda bu istadu degan mutlaq gapdi. Buni oxirida qarinatus sarifa yo'qkan-ku. Qarinatus sarifa anil vujub yo'qkan desanglar, oyatning 5-ida sizlar ihrom bog'lagan holatinglarda o'g'lash harom qilindi degan oyat bo'ldimi? Demak 5-da cheklangan. Endi bu yerda o'g'lanligini osh cheklimidan nima yishib etildi. Cheklimi ko'tarildi degan bu. Endi ihromdan chiqqandan keyin o'g'ilsanglar bo'ladi demak. Tushuningizmi? Demak bizim bu yerda demoqchi o'qimiz mutlaq amr. Yolg'iz, shu hech qanday qaydsiz bo'lgan amr hukmi vujub. Al-amru lil-vujub. Endi ma'lum. Yani yeni bir mesele bu şu mutlak emir vacibga xos. Vacib degan hukm mutlaq amirga xos. Ma'lum bilan. Buni men gap desanglar, ya'ni al-amru la yufidu illa al-wujub. Al-amru la yufidu illa al-wujub. Uni kenidan yana bir joy
la yustafadul vucubu illa minel emr. Bu şey. Yani emir fakat vacibini ifadelaydi. Mutlak emir fakat vacibini ifadelaydi. Vaciblik degan hukm fakat mutlak emirdirla ifadelanadi. Bu şey. Bu yanki şu Allah'ın qatırıp saram qılıp qilmasini böyle bu şey demektir. Şunu alma. Musannif rahimehullah mana nima deyapti bizga? Ve minhu el-emru ve huve kavlul qaili li gayrihi ala sebil isti'la if'al davatidir. Xo'sh. Endi musannif bizga demadiki bayon tatib Molla Jiyuni rahimahullahning qavli bizga izohlab beryapti. Ay musannifning ve minhu el-emru degan so'zidagi hu degan damir xosga qaytadi davatidir. Ya'ni ay minal xossi el-emru davatidir. Yani xosning qatoridandir emr. Emr xosning qatoridan. Yani texmi şey desek musammal emr. Bu yerdagi emr xosning qatoridan yani emr deganimiz emr degan so'z demakchi emas deydi. Emr degan lafz emas, balki emrning musammasi. Emrning musammasi. Bizda bir narsa bor, bir ism deb narsa bor. Musamma deb narsa bor. Tumurbek desak ism. Bu kishi bo'lsa musamma. Tushunammi? Bu kishi musamma, siz Tumurbek uchun sizning ismingiz. Tushunammi? Xuddi shuningdek. Bu yerdagi maqsad amr degan hamza mim ra degan mavjud so'z emas maqsad. Shu amr degan ism qo'yilgan fe'l, if'al, idrib, udrus, ukhruj, udkhul degandek li yaf'il, li af'al la degandek amrlar. Tushunammi? Ya'ni shu amrlarniki shu amrga ism qo'yilgan amr sigalari, amr shakllari. Demek yad qilingani ma'o demakchi. Endi nima deydi? Li'annahu amdu ma'dik ma li'annahu ma'ni meniki musammal amr la labzu degandagi ta'lil emas ma'o. Ma diqqat qiling. Li'annahu deki li'annahu aw amr xosning qatoridan degan so'zning ta'lili. Diqqat qiling. Ma'dik li'annahu yani amr xosning qatoridan dedik ma qilal nima uchun? Amr degan boshqa bir hukm tutsa, xos degan boshqa hukm tutsa sana ikisini o'xshashlik tarafi emrning xosga tava bo'lishidagi asosli jihat qaysi desa, li'annahu chunki amr yasduqu alayhi xosga to'g'ri keladi. Qanday jihat desa, annahu lafzun. Yani amrmu lafzun wudi'a li ma'nan ma'lumin. Amrmu ma'lum bir ma'noga qo'yilgan bir lafzdir. Xosmi qanday edi? Xosmi ma'lum bir ma'noga alal infirad qo'yilgan bir lafz edi. Amr bu xuddi shuningdek. Ma'lum bir lafzga alal infirad qo'yilgan bir nima lafzidir. Va huwa u ma'no bo'lsa qasidasi at-talabu alal wujub. Yani bir narsaniki vojiblikni talab qilish, vojiblik yo'li bilan talab qilish. Ma'ni cho'ng qilishing kerak, buni qil deb yani vojiblik yo'li bilan talab qilish. Bu amrning nimasi ma'nosi. At-talabu nima ilzamul fi'l desangiz. Ilzamu at-talabu bi tariqi ilzamil fi'li. Yani qilishni lozim qilish yo'li bilan bir ishni talab qilish. Amr degan emas. Wal qawlu amdi wal qawlu masdarun yuradu bihi wal qawlu masdarun yuradu bihi al-maqulu. Amdi ashif qawlul qaili dedik. Amr degan qawlul qaili li g'ayrihi deganki qawl yani ki masdardir. Masdar degan masdar demak bo'lsa ma'nosi demak degan bo'ldi. Demak deyish, bundaq deyish demak degan bo'ldi. Lekin bu masdar ma'nosini ifade qilmaydi. Yuradu bihi al-maqul deyiladigan gap. Gap demaydi biz. Agar masdar ma'nosi takallum degan bo'ldi. Anladın? Bu yerda takallum degan ma'no ifade qilinmaydi. Bu yerda ifade qilinigini nima gap, bas qilingan gap. Ya'ni amr deganimiz o'zining g'ayriga ustunlik bilan qilgin degan gapning o'zi nima? Amr. Li'anna al-amra chunki amr degan min aqsamil alfaz. Amr degan bu alfazlarning qismidan tabiiyki. Og'zimizdan chiqadigan gaplarning nimadan qismlaridan va huwa jinsun. Endi bu xo'sh tugadi. Buni sabab. Va huwa amriyadagi qawl degan so'z jins. Yashmalu kulla lafzin. Hamma gapni ichiga oladi. Chunki biz ta'rifda mantiqda o'qigansizlar, ilm mantiqda. Bir narsani ta'rif qilish uchun cho'qim birinchi qator nima keladi? Jins keladi. Jins kelib, undan keyin fasl keladi. Fasl kelib, o'sha jinsdan ayirib chiqarib bizga mukammal, jami', ma'ni bo'lgan ta'rifdan birini
chiqarib beradi. Shuni o'qigan. Mo'shuni da'vat qiladi. Va huwa jinsun, qawl degan so'z nima? Jinsdir. Yashmalu kulla lafz. Har qanday lafzni ichiga oladi. Undan keyin biz boshqa lafzlarni keyin kelgan fasllar bilan ayirib chiqarib tashlaymiz. Chiqarib oxirgi maqsadni ifodalaymiz. Va qawluhu ala sabilil isti'la amda. Ala sabilil isti'la degan faslayni. İstila yo'li bilan degan so'zimiz yaxruju bihi al-iltimas va duo. Bundan talab jinsiga tabi bo'lgan iltimos va duo chiqib ketadi. Ya'ni o'zidan tang saviyasidagi bo'lgan iltimos va o'zidan yuqori saviyasiga qilingan tilak, duo bundan chiqib ketadi. Nima? Chuqum yani yuqoridan tuvanga qolgan buyruq qiladi, amr qiladi. Va baqiya fihi nahyu dakhilan. Ham buningda nahiy buning ichida qolib qoladi. Nahiy. Chunki nahiy bu nima? Talab qilish. Ya'ni ustundan tuvanga bo'lgan nima? Qilmaslikni talab qilish. Bilishni qilmaslikni talab qilish. Hamda fakharaja bi qawlihi if'al. Hamda bu nahiy nima chiqib ketadi? If'al degan qavldan chiqib ketadi. If'al degan qavldan qilg'in degan gapdan qilmag'in, la taf'al degan gap nima chiqib ketdi. Shuning bilan bizga jami'an mani'an bir ta'rif tutgan bo'ldi. Val muradu bi qawlihi. Hamda Musannifniki yana Abul Barakat Nasafi rahimahullohning if'al degan so'zdan kim murod bo'lsa, kullu ma kana mushtaqqan min al-mudari'i ala hadhihi at-tariqa. Ya'ni mushu tariqa bilan degan gap mushtariq ya'ni istilo bilan bo'lgan mushtariq bilan mudari'atin yeyilib chiqqan amrning hammasi. Savaun kana hadiran, u barobarlik u hozir bo'lsin. yoki g'oyib bo'lsin yoki mutakallim ma'ruf bo'lsin yoki mutakallim majhul bo'lsin. Masalan, hozir degan nima? If'al. G'oyib degan uchun li yaf'al. Mutakallim degan uchun li af'al. Mutakallim ma'ruf degan li af'al. Mutakallim majhul degan uchun li uf'al. Demak, o'g'lim bu yerda if'al desa siz faqat amr degan faqat if'al degan amr bo'ldi ekan, undan boshqa shakl amr bo'lmaydigan deb qolmang deyapti. Boshqa shakl amr bo'laverdi. ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل. براق bu بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل. Yani bir şart var. Ama bu emrden maksat ne buluş gerek? Şu fiilni icab kılış, vacip kılış. Şu iş hareketini kılışını, şu buyrulan işini kılışını vacip kılış şartı bilen. Ama bazen ne var? Bazen buyruklar var. Yukarıdan tüvengi kılınıyordu. Lakin ondan ne maksat kılınmagan? Şu işini kılış vacip kılınmagan. Mesela tehdit mesela. Mesela tehdit. Taciz mesela. Mesela Allah Teala "Femen şa'a felyekfur. Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur" dese. Halık Allah iman etsin, halık Allah kafir olsun dese. Bir kafir olsun digene Allah Teala'nın kafir bulanı buyruğunu bulamdı o. Hazan buyruk bu. Dese bu degen nima? Tehdit. Yani devzakni cehennemni tayyorlab qo'ydim. Cehennemden qo'rqmay, kafir bo'lmay haqiqatni ko'rib bo'lgandan keyin endi kafir bo'lmadi, sana kafir bulanı cehennem tayyormi. O'tqa kiygan bo'lsa, kafir bo'linglar. Degan gap nima? Bu yerdagi buyruq nima emas, vojib emas. Tushunammi? Bu degan nima? Ta'jiz nima? Tahdid deb ataladi. Ammo keyin fa'tu bi suratin min mislimizdan. Qul fa'tu bi suratin min mislidan. Qur'onga o'xshaydigan bir sura keltiringlar desa, bu ham buyruq. Yuqoridan tuvanga bo'ldi. Lekin bu buyruq nima? Ta'jiz. Ya'ni ojiz keltirish. Qurayshning shoirlari, bala notiqlarga Qur'onga o'xshaydigan bir Qur'on emas bir sura, bir oyat keltirib boqinglar. Dedi o keltirmedi. Bu keltirish bu buyruqning uchun ojiz keltirish uchun. Ma'lum bu biz degan amr emas. Bizda vatgan amr chuqum amaliyotda shu ish harakatni qilishni vojib qiladigan talab bo'lish kerak. Shuningmi ilzomul fi'l bo'lish kerak. Shuning uchun ala sabil isti'loga biz qetib qo'ydigan yana bir qayt bor. Bu bosqasgan al-amru qawlul qa'il li ghayrihi ala sabil al-isti'la'i nima if'il. على سبيل الاستعلاء وإلزام الفعل ما يفعل. يعني طلب إلزام الفعل يفعل. لسانه طرق كامل مكمل بتعرف الدنيا. ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل ويعد القائل نفسه عاليا. تمام يعني بشرط هذا. القائل يعني شو قاعد نقول üzünü üstün şu yüzünü üstün sanıcı buluş şartı var. Savun kana aliyen fil vaqi ev la. O yüz ameliyatını olsun, üstün olsun ya ki üstün olmasın.
Onun işimiz yok. Lekin aş yüzün üstün sanısı oldu. Yüzün üstün sanap başkan buyurursa. Kıpaz oldu mu şimdi de buyurgan buluş şartı. İşkin şartı şunu kılış vacip kılış şartı buluş gerek. Ve lihada nusibe ila su'il edebi illem yekun aliyen. Şu sebepten bu su'il edeb yani edepsizlikke nispet verildi. Eğer bu eminet üstün bulmayı, üstün ata-anasını, ustazını, üstün çoğun adamını işkı buyurursa bir adam, bunun deyimiz edepsizlik, yaman ahlak dep atayımız. Demek için asıl kaide üstün çoğun adamlarını demek olmazsa işkı buyurmasık gerek. Yani çoğunlar küçüklerini buyurursa buyurdu, talipler, ustazlarını işkı buyurmasık gerek. Balalar ata-anasını işkı buyurmasık gerek. Fukula akılarını işkı buyurmasık gerek. Bes eğer boş to'g'ri kelganda iltimos qilsa bo'ladi. Ya talab. Tilak tilisa. Dada bunda bir ish bor qilib qo'ygan bo'lsa, "Apoq dada." Yoki udum odamlarga cho'tsa, "Xapamay, mana shu qilib qo'ygan bo'lsin. Xapamay qilib qo'ysangiz bo'ladimi?" degandek. Nihoyat silliq sipoy muomalada. Ondan o'zimizda kichik bola bo'lganda, "Mana uni qilib o'ta, buni qilib o'ta" deb bo'sh joqdi keladi. Xo'sh. Musannif deydiki ve bima zekerna. Endi biz yuqoridagi degan ta'riflar va shartlarimiz bilan tuvandagi deyilgan e'tirozlar nima qaytariladi, chekindiriladi. Bu e'tirozlarga javob o'sha. Tuvandagi shartlarimiz, yuqoridagi shartlarimiz. Ya'ni u e'tiroz bo'lsa qolsa, in ulida bihi istilahul arabiyya. Endi haqida bir ta'rifda istilah qo'llaniladi. Bu qo'llanilgan istilah ya arab lug'atdagi istilah bo'ladi, lug'at ma'nosi bo'ladi yoki şu fanning bir ma'nosi yoki usul ma'nosi, fiqh istilohi, usul istilohi masalan. Ya tafsir istilohi degandek. Agar bu shu yuqoridagi gapimiz bilan arabcha istiloh, ya'ni isti'la amr degan ala o'ziniki sabilul isti'la bilan o'ziniki boshqasi qil degan gapdir dedikmi? Shu ta'rifdan hamda bu istiloh ya'ni arabcha istiloh iroda qilingan bo'lsa, siz demakchi arabcha istilohni iroda qilgan bo'lsangiz فلا حاجة إلى قوله مسلمك على سبيل الاستلاء degan qavliga iltimo hojat yo'q. Agar amr degan gapdan bu arab tilidiki lug'at ma'nosini iroda qilmoqchi bo'lsanglar ala sabil istila degan qaydni keltirmasang bo'ladi. Nima ish qilsa li anna al-iltimas va ad-du'a aydan amrun indahum. Chunki iltimos va duo arab tili tilshunos olimlarning ko'z qarashida ham amrdir. Talab qilish yani. İltimas mı talab, dua mı talab, emr mi talab o'xshash. Til jihatda farq yo'q. Til jihatda fi lug'at ma la yujad farq. Farq yo'q. Agar unda olgan bilan unda istilah uçakda unda qilsa qilamiz ketsa, buning bo'ladi uçakda ta'rif g'ayru mani bo'lib qoladi. Ta'rif g'ayru mani bo'lib qoladi. Tamam, bu xato o'chadi. Ve in ulida bihi istilahul usul emdi agar bu emirdeki bu ta'rif bilan bu emir degan gaplar bilan usul istilahidagi emir iroda qilingan bo'lsa fayasduqu ala ma ulida bihi at-tahdid va at-ta'jiz. Siz degan ala sabil istilahni qo'shgan taqdirda bu tahdid va ta'jizga udul kelib qoladi. Tahdid yani mesela tahdid degan yani faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Yani i'malu ma shi'tum degan mesela oyatlardagi mesela. Tahdid ve ta'jiz degan gap qul fa'tu bi suratin degandek oyatlar gimon nima to'g'ri keladi. Yani sabil istilah degan gap demak tahdidmi ta'jizdimi üstü tarafdan ast tarafga nima buyruq shu buyruq shaklida Alloh taolo buyruq qilyotdi. Nimaga? Bandiga buyruq qilyotdi. Demak bundan tahdid ta'jiz chiqib ketmaydi. Tahdid ta'jiz ma shaklda ala sabil istilah degan fasl bilan qayd bilan nima tahdid ta'jiz chiqib ketmaydi. Bizga nima qilish kerak? Bu tahdid ta'jizni chiqib ketish kerak. Chiqib ketmasa bu ta'rif kamil bo'lmaydi. Deb qolsa li'annahu aydan ala sabil isti'la. Çünkü o istilah yolu bilen deb qolsa va zalika endi bizniki degan gapimizdan baytga qistilgan ala sabilil ilzam dedikmi? Yani ilzamul fi'l. İlzamul fi'l degan qaydni qistilib qo'ydik. Bu gap neydi? Tahdid, ta'jiz deganlar nimadan chiqib ketadi? İlzamul fi'l deganida. Alloh taolo bu tahdid, ta'jiz buyruqlarida bizga amal qilishni nima qilmagan? Vojib qilmagan. Va amal qilish vojib qilmagan. Shuning uchun bizning deb atgan amrimiz ala sabil isti'la va ilzamil fi'l. Shuni bilish kerak. Va zalika endi bu ashularniki e'tirozlikka chekindirishi li anna natakallamu chunki biz natakallamu ala istilahil usul biz usul istilohi bo'yicha gap qilyapmiz. Anda degandan keyin birinchi
itiroz chekindirildi. Ya'ni nima agar arabcha bo'lsa, men sabil istilo degan gapni keltirmasam bo'ladi, chunki iltimosdan duo degan ham amirga tava degan gapi chekindi. Biz arabcha istiloh deb qilmayapmiz. Biz usul istiloh deb qilyapmiz. Bu birinchi itiroz chekindirildi. Endi ikkinchi itiroz qoldi. İkinci itiraz veleysel maksudu mucerredil istila. Maksat bir de mucerred istila emas. İstila emas nima, balki ilzamul fi'l. İlzamul fi'l hem nima maksat qilingan. İlzamul fi'l hem bor. Va za la yasduqu illa alal vujub. Endi o'zi istila bilan bo'lgan va ilzamul fi'l bilan bo'lgan amr degan faqatlam vojib qilgan ham to'g'ri keladi. Undan boshqa tahdid, ta'jiz va boshqasi o'xshash bo'lgan masxir qilish, masalan, zuq fa innaka antal aziz hakim deganday. Tetig'in degan gap buni bir burg'in ish emas, nima? Uni qattiq masxir qilganlik, xorlayotganlik masalan. Shuna o'xshaydi. Xo'sh. Endi musannif rahimahulloh bizga buni meniki asta-asta, ya'ni amirni ta'riflab bo'lgandan keyin amirni ta'riflab bo'ldi. Amir degan qanday narsa deganni. Endi bizga amirning hukmini bayon qilmoqchi bo'ladi endi. Ve yahtassu muraduhu bi sigatin lazimetin. Emirning muradi siga lazimega xos bo'ladi deydi. Emirning muradi nima? Hozir biz deyotgan mutlaq emirning muradi nima? Vujub. Demak, emir nima uchun? Ya'ni mada yuradu bil amr al vujub. Mada yuradu bil amr al mutlaqi nima? Al vujub. Demak, bu yerdagi murad deganning ma'nosi yana vujub degan gap. Emirning muradi nima? Vujub. Endi vojiblik bi sigatin lazima. Siga lazimaga xos bo'ladi deydi. Endi bu gapni bilmishadi. Kallangizni bilmaydi. As oddiy gap, asha yozilgan gap. Lekin emas. Ya'ni musannif demoqchi o'g'li, yahtassu muraduhu bi sigatin. O ya'ni vojib degan gap siga, ya amr sigasi. Siga degan nima? If'al degan siga. Shu siga bilan nima xos? Demak, vojiblik degan hukm shu amr sig'isidan ham chiqadi degan gap. Ya'ni la yustafadu al-vujubu illa min al-amr degan gap. Ya'ni laysa min al-fi'li. Tushunmayapti. Laysa min fi'ldan chiqmaydi. Fi'l degan nima? Sharkat. Bu İmam Şafii'lar bizning o'tirimiz bo'lgan cho'ng bir ixtilof peshadi. Nihoyat cho'ng bir ixtilof. İmam Şafii deydi, vojiblik amirdan ham chiqadi. Fi'l payg'ambardan bir ish qildi demoqchi bo'lganda, payg'ambardan bir ish qilib buyurgan bo'lsa ham nima? Vojib. Payg'ambardan bir ishni qilgan bo'lsa ham nima? Vojib deydi. Ammo Hanafilar undaq demaydi. Hanafilar payg'ambar islom bir ish qilib buyurgan bo'lsa, vojib. Qilgan bo'lsa-chi sunnat. Anladın? Yalnız yani bu qilgan ishi payg'ambardan hemish qilib. Undan keyin o hemish qilgan ishini agar qilmasa, unga tahdid kelgan bo'lsa, vaid kelgan bo'lsa, mush chaqda nima vojib bo'ladi. Ammo undan boshqa chaqlarda vojib bo'lmaydi. Endi bizda tahriru mahallin niza' deb gap bor. Tushundingmi? Tahriru mahallin niza'. Şimdi Şafiilar bilan Hanafilarning o'rtasidagi talash tartish nuqtasini oydinlashtirish kerak avval. Biz qaysi masalada talash tartish qilyapmiz? Qaysi masalada talash tartish qilmaymiz? Bo'lmasa aqiyat bilan talash tartish qiladi. Bizlik tahrir mahalli nizanada İmam Şafii'ler biz avvalan biz ada qilishimiz bizdeki ittifoq qilgan nuqtani tepib chiqamiz avvalan. Ya'ni ittifoq kelgan, ixtilof yo'q masalani o'ylab tepib chiqamiz. Undan keyin nima chiqadi? Ixtilofniki qog'oy ashay ma'lum bo'ladi. Shu yerda andin munozara qilamiz. Bizniki birlik kelgan nuqtamiz Payg'ambar alayhisolamga xos bo'lgan ishlarda masalan. Payg'ambar alayhisolamga 9 xotun edecek, 11 xotun edishma ruxsat qilingan edi. Bu vujubni bo'lmaydi. Vujubni ifodalamaydi. Buni ham bil ittifoq. Undan keyin Payg'ambar alayhisolamning tabiatiga xos bo'lgan ishlar masalan. Payg'ambar alayhisolamning chechiniki tal bo'lganligi, Payg'ambar alayhisolamning bo'ylari masalan. Payg'ambar alayhisolamning yutulishlari yoki yurish turishlari masalan, anda ishlarni vojib qilib, uning da vojib bo'lmasligini nima? Yine unda bil ittifoq. Undan keyin yeni bir bo'lsa Payg'ambar alayhisolamniki endi bu Qur'oni Karimda mujmal bir hukm bayon qilindi. Nima? To'g'ri. Endi yeni birsin Payg'ambar alayhisolamda bunda savalliklar bo'lib solgan ishlar masalan. Payg'ambar alayhisolam mesela bir qadim pishimni o'qidi. Pishimni o'qib, pishimni 2 rakat o'qib salom berib soldi. Pishim namozida. Undan keyin
Sahabın içinde Zülyedeyn deb sahabe batdı. Ya Resulallah namaz qasr qilindimi yoki sahv qildimi degan namaz qasrmi qilindimi, xatomi qilsamdim degan chog'da yo'q balki siz namozni qisqa kam o'qisodingiz deganda Payg'ambar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobadan so'radi. Shunday bo'ldi deganda Payg'ambar qo'pab endi 2 rekatni o'qib keyin sayd sahv qilayotgan. Masalan, mushunday masalalarda Payg'ambarning mundaqligini vojiblikni ifoda etganlikda biz nima deymiz? Vojib emas deymiz. Şafiylar nima deydi? Vojib emas deydi. Anladın. Ondan keyin endi yine bizdeki emir vaciblik ifadelaydi deyilgan yerda, masalan, mujmal Qur'on Karimning mujmal bir hukm, masalan, aqimus salat deb namoz o'qinglar deb mujmal bir hukm kelgan bo'lsa, undan keyin Payg'ambar alayhisalom namozni bizning fi'li harakat bilan bunda chaqda o'qigan bo'lsa namozni, bu ham yine vojiblikni ifodalaydi. Bunu da mı bildik biz ma? İttifak. Bizim ittifak yapalım. Demek mahu tahriru mahallin niza. Nerede kaldım lazım meselemiz bizden? Bizim meselemiz Kur'an-ı Kerim'de mucmel halette nimiz kamigen. Bir farzlikka vaciblikka ifade eden emir buyruk kamigen. Peygamber Aleyhisselam hadisinde buyurmagan emir. Buyurmagan bas Peygamber Aleyhisselam kılgan işte. Muşu işte o'zi yalnız mutlak muşu işte o'zi unaga bir Peygamber Aleyhisselam hemişe bunu tekrar kılıp bunu kendimden kımısanlar bununla tehdit sözlemeyen halet aslında bizim mezhepte bunun sünnet diyen hükümünü biliriz. İmam-ı Şafii'de şundan haletinin üzerinde mi deydi o? Vacip diyen hükümünü bilirdi. Şundan ama şu mesele. Bir şey doktordan yap. Hem de hoş. Muş emir ve yaktası muraduhu hem de muş emir yani emirindeki muradı boğan emrine muradı bo'lgan vojiblik siga, ya'ni if'al degan sigaga xos bo'ladi. Anladın? Degan gapdan, ya'ni bu emirdan faqat vojib, la yustafad vujub illa min al-amr. Vojiblik faqat emir bilan chiqadi degan gapdan, ya'ni nimadan fi'ldan chiqmaydi degan gap chiqdi. Tushundingmi? Fi'l sharkatdan chiqmaydi. Faqat vojibdan chiqadigan chiqdi. Undan keyin biz sigatil lazima degan maqaytdi. Lazime diyen lazimetin lil murad deb gap bor. Ya'ni muradni lazım tutib muradga chaqlashib olgan. Ya'ni muradni ajramaydigan siga bilan deb qo'ydi. Muradni ajramaydigan siga degan gapdan, ya'ni bu siga vojibni ajramaydi. Ya'ni bu siga la yadullu illa alal vujub. Ya'ni mutlaqul amr la yadullu illa alal vujub degan ifodalaydi. Am mutlaq amr faqat nimaga vojibni g'anam qiladi? Dalalet kılıyordu. Nimaga emas? İbahga emas, mubahlıkka emas, yoki mandublukka emas, sunnatlikka, mandublukka, mubahlıkka emas, balki nimaga g'anam mutlaq amr nimaga javob qiladi? Faqat vojiblikka g'anam nima? Dalalet kılıyordu. Demek bizde ikki gap bo'ldi hozir. Biri nefyul ishtirak, yeni biri o nefyul taraduf. Nefyul ishtirak degani, ya'ni amr faqat vujub qilgan dalalet kıldı desem nefyul iştirak oldu. Çünkü normal la yedullul emru illa vücub illa alel vücub desem yani ne nefyul iştirak. Diyen gap yani emir vacib, mubah, onundaki nima nedir diyen üçün hükümge dalalet kıldı diyen gap emas. Yani bundan da köp ma'niga dalalet kılgan iş yok. Fakat lan bir ma'niga dalalet kıldı. Emir vacib qanam dalalet, mutlak emir vacib qanam dalalet kıldı. Ma'ud nimde batıldı valla nefyu el-iştirak. Hem de bizim nefyu taradüf degeni la yustafadul emr vücubu illa min el-emr degan gapdan nima? Taradüf, nefyu taradüf kelib chiqadi. Ya'ni emr vojib degan so'z faqat emrdan istifoda elinadi desak, bu chog'da fi'ldan emas degan gap bo'lgan ekan. Ha, bu nima ekan? Nefyu taradüf ekan. Yani taradüf bilan avval sizlar ishtirokni tushunib oling. Ishtirok degan gap İştirak degan söz bir, ma'ni ko'p. Taradüf degan söz ko'p, ma'ni bir. Tushundingmi? Taradüf degan söz ko'p, ma'na bir. Demak, cho'g'ini nafiy taradüf degani nimadan? Vojiblik degan, ya'ni fi'l amr ikkisi bo'lib, vojiblik degan bema'ni ifodalaydi. Faqat nima? Fi'l nima? Amr vojib ifodalaydi, fi'l emas degan gap nefyut taradüf degan bo'ldi. Tushundingmi? Shunchalik. Ammo buni sizlarga to'xtamay mendan qilib
Yani deydi ki bu bayanın ve yaktasu muraduhu bi sigatil lazime degan bu so'zi musannifniki bayanun likavnil emri xossan. Yani emrniki bir xos bir narsa ekanligiga bayon. Yani qanday xos desa, bu yerda xosligini xosning babidagi xos emas bu. Tushundingmi? Muxtas degan yani. Yani emrning nimaga vujubga xos ekanligini bayon qiladi. Emrning vojib qilgan ham xos ekanligini bayon qiladi. Yani yaktasu muradul emr. Yani emrning muradi ve huvel vujub. Emrning muradi degan yani vojiblikdir, vojiblik bi sigatil lazimetil lil murad. Yani şu murad yani vojiblikni lazim tutadigan sigaga nima xosdir. Emrning muradi vujub, vojiblik. Şu vojiblikni, şu emr bo'lgan şu vojiblikni lazim tutadigan sigaga nima xos bo'ladi. Vel garadu minhu bunun garazı nima desa bayanul ihtisasi minel janibeyni. İki tarafdan bo'lgan xoslikni bayon qilish. Yani demek el-emr yahtassu lil vujub, el-vujub yahtassu lil emr. Emr vaciblikka xos, yani mutlaq emr vaciblikka xos, mutlaq vaciblik bo'lsa emrga xos. Shunday gibi ikki tarafdan. Yani mush gap mana. El-emru la yadullu illa ala al-vujub, la yustafadu al-vujub illa min al-emr. Mush gap. Yani la yakunul emru illa lil vujub. Emr fakat vujublik uchun bo'ladi. Va la yathbutul vujubu illa min al emr. Vojiblik fakat emrdan chiqadi. Vojiblik fakat emrdan chiqadi, sabit bo'ladi. Dunal fi'l, fi'ldan emas. Fi'l degani Payg'ambar sollallohu qilgan ish harakatidan emas. Bas degan buyurgan so'zdan chiqadi deydi. Fayakunu musannifniki bunda qavli bunda ma'no qilganda fayakunu musannifning qavli nafyan lil ishtiraki ve taradufi jami'an. Yani mushu qavli bilan ve yahtasu muraduhu bi sigatil lazime degan Abu Barakat nasibning mushu qavli bilan nima chiqadi? İştirakni ve taradufni birlikte nafi qilish kelib chiqadi. Ben tushunmadimmi ishtirokdan taradufni shunama qayta takrorlasam bo'ladi. Tushundingmi? İştirak degani nima degani amr faqatlam vujubni ifodalaydi. Nima emas? Ibahni emas, nadbni emas. Faqat vujubni ifodalaydi mutlaq amr. Ma'luma ishtirokni nafi qilganlik. Am taradufni nafi qilganlik desa vujub faqat amr bilan chiqadi. Fiildan emas. Yani demek emrning ma'nosi faqat nima vujub. Fiilning ma'nosi vujub bo'lmaydi. Degan gap taradufni nafi qilganlik. Va zalika bi ayu qalam taxim masalaga taxim tushun demakchi. Va zalika mana bundaq bo'lishi, ya'ni bu sanatning bu so'zining ishtirokni nafi qilganlik va taradufni birlikda nafi qilganlik ma'noda ismini sharh qaytadi. Qilganlik deganimiz bi an yuqal mundaq deyilsa shunday bo'ladi. Ya'ni dukhulul ba'iha huna alal muhtassi. Bu yerda ba harfiniki yana ve yahtassu muraduhu bi sigatil lazima degan ki bi sigatiki ba harfining kelishi bu yerda naga muhtasga kelgan. Bizda bir gap bor. Muhtas bih deb bilamiz, tushundingmi? Xoslik babida muhtas bih. Yani ba kelgan narsa nima bo'ladi? Asli qoida bo'yicha muhtas bih bo'ladi. Mesela هذا القلم يختص مثلا يختص هذا القلم بأستاذ مثلا bu kalem ustazga gına muhtassak asli bir ustaz muhtas bih. Bazı kalem nima muhtas, shundaymi? Ba'zida bu ba ashunday tusumu muhtasni bo'lib qilish mumkin, olmush qilish mumkin. Almış qilish mumkin. Qanday almış qoladi? Hada mesela hada al-ustaz yahtassu bil qalam. Hada al-ustaz yahtassu bil qalam. Shundaymi? Yani ishkislik ahvol qaraymiz. Yani men deganda bu qalam ustozga g'ana xos. Ba'zida olmishib bu ustoz mushu qalamga g'ana xos. Bu ustoz mushu qalamga g'ana xos. Bu qalamga ma ustozdan bilagidam nima yarmaydi. Cho'qim mushu ustoz g'ana bu qalam ishlasa bo'ladi degan bunda meni olmush qilish mumkin. Shu ba bilan olmushdir shu gap. Ba. Shundaymi? Mamnun. Me'datu dukhul ba'i hauna al muhtas. Endi bu yerga ba muhtas keldi deydi. Muhtasga.
Aslında kaydı bu için nima kirish kerakdi? Muhtas bihga kirish kerakdi degan. Lekin bu yerda almashdi deydi. Ya'ni biz nima deb tushunamiz? Va yaqtasu murad man aytganda almoqchimiz. Ya'ni yaqtasu muradu bi sigat lozim nima aytamiz? Amrning muradilam siga lozimaga xos. Amrning muradilam siga lozimaga xos degandan keyin ya'ni vojiblam nimaga xos? Siga xos degandan keyin uni nima ishtirok chiqadi, nima ishtirok chiqadi. Vojiblam siga xos degan gapdan ya'ni nima xos emas? Nadib xos emas. Unga jo mubah xos emas. Demak nafiy ishtirok chiqdi. Tushundingmi? Ala tariqati qawlihim ularning qawli bo'yicha masalan khassastu fulanan bizikri degan. Khassastu fulanan bizikri degani aslida nima bo'ladi? Khassastu zikra bi fulan degan bo'ladi aslida. Ya'ni nima degan gap yani? Palanını gınam tilga aldı. Palanını gınam tilga aldı. Palanını gınam tilga aldım degan bo'ldi. Mishalga bana kelgan muxtas bih kelmay, muxtasga kirgan. Bu yerda falan emas, muxtas bih qolsa falan. Palanını gınam tilga aldı deb bo'ldi. Shuni o'xshash shu babda dedim. Fatakunu sigatu muxtasatun bil vujub. Unda olgandan keyin bu siga bil vujub, vujubga xos bo'ladi. O'ylab qaraman, xuddi bu yerda ba'rifni yozib qopti hozir, yechmasida bana hazır vücub kızıp kaldı. Murat diye yani xuddi nima degandek bo'lib turadi da besh qaysanglar. Yani ve yaqtasu nima ve taqtasu sigatun lazimatun bi muradihi degan bo'ldi. Tushunarmi? Endi tushunib o'tadi bizga. Shuni tushuntirib beryapti. Fatakunu sigatu yani bu siga muxtasatan bil vujub. Vacib qalam nima bo'ladi? Xos bo'ladi. Vacib bu siga vacib qalam xos bo'lsa nimaga xos bo'lmaydi? Dunal ibahati va nadb. Aba endi badimi? Yani ibah emas, nadb emas. Ibah nadbni tushunishligu. Ibah degan gapni tushunishda. Tushunishda aba tushunib, nadbni tushunadi. Ba'zi Qur'on Karimdagi ba'zan amirlar xalinlar bilan nimaga? Ba'zi nadbga, mustahabga. Masalan, vakatibuhum degan. Masalan, xatchak qilib o'lish, masalan, qarz muomalalarda xatchak qilib o'lish nimaga? Kendiki qaynota so'rafa bilan nimaga? Mustahabga hamla qilinadi masalan. Abatki fastadu degani jo nimaga? Ibah. Yani o o'lsanglar bo'ladi. Yani 2, 3, 4 xotin olsanglar bo'ladi. Degan bo'ladi. Farz emas. Agar 4 xotin olish farz bo'lsa, hammadan uzoq ketdi chog'da. Bir xotlar odamlar. Demak, bo'ladi demak Allah Taala. Yani bo'ladi. Buni mishqa jahiliyat davrida arablarning xotinning soni yo'qdi. 50 o'tganga 10ni, 20ni 50 bergandan keyin o xotinni zo'rg'a tashab qo'ygandan keyin Allah Taala chap qo'ydi bu yerga. Chap qo'yib 4 kecha. Yani 2ni olsang ham bo'ladi, 3ni olsang ham, 4ni olsang ham bo'ladi. Agar odillik qilmasang ham birisi bilan kifoyalansang ham yeni bo'ladi. Gunohkor bo'lmasdan degan. Shundaymi? Mana bu al-amru lil-ibah deb ataladi. Va hada nafil ishtirak. Mushu nafil ishtirakdir. Va yakunu ma'na qawlihi bu chaqda musannifniki lazima bi sigatil lazimatin degan maqavli. Nima ma'noda bo'ladi desang? La anna sigata lazimatun lil murad. Lazimatun lil murad. Yani bu siga yuqori sifatli bu siga amr sigasi muradni lazım tutquchidir. Muradning lazimidir. La tanfakku anhu undan ajrimaydi. Yani murad lazım tutquchi degan gap bu siga lazım. Murad bilan malzum. Murad vujubmida, al-vujub malzum. Unda olgandan keyin bu shu vojiblik bo'ldimi? Nima bo'ladi? Vojiblik bo'lsa yalzamu as-siga. Vojiblik bo'ldi, siga lazım keladi. Vojiblikdan siga, amr sigasi lazım keladi. Ammo vojiblik bo'lmasa-chi, amr sigasi lazım kelmaydi. Demak, bundan taradüf chiqdi. Yani nima kelmaydi? Fe'illar. Faqatlam chaqishib qolgandan keyin bu ikkisi birga bo'lgandan keyin bo'lsa birga bo'ladi, bo'lmasa birga bo'lmagandan keyin fe'il buni ichiga kirolmaydi. Bu yerdan nafi taradüf chiqadi. Va demak wala yakunul muradu mafhuman min ghayri as-sigha. Bu yerdagi murad sig'ining g'ayridan mafhum tushunilguchi bo'lmaydi. Mush sig'idan lam murad tushuniladi, ya'ni vojiblik tushuniladi. Bu sig'ining g'ayri boshqasidir va huwa al-fi'lu. Ya'ni ish harakat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ish harakatidan vojiblik tushunilmaydi. Faqat vojiblik nimadan tushuniladi?
nima deydilar? Siyg'idilar tushuniladi. Va hada nafyut taraduf. Bu bo'lsa nimadir? Taradufni nafiy qilishdir. Ev yuqalu yoki deyiladiki innal ba'a daxilatun alal muhtasibi. Ba muhtasibga kirguchidir deyiladi. Ba bu yerda nima kelgan muhtasib kelgan yani asli kama huwa asluha. Yani asli qoida bo'yicha ba nima keladi? Muhtasibga keladi. Asli qoida bo'yicha bu yerda. Bu yerda ma'no nima? Yaqtasu al muradul amri nima? Bi sigat lozimaga yaqtasu muradul amri degan amrning murodi yani vojiblik sig'inam amr sig'inam nima? Xos. Amr sig'isam xos degan gapni bu yerda nafi taraduf chiqadi. Bu joyda nafi taraduf ya'ni vojiblik amr sig'isam xos degan gapdan nimaga emas? La lil fi'l degan gap chiqadi. Fi'l emas degan gapdan nafi taraduf chiqadimi? Endi uni keyin lazimatin degan gapdan chiqsa, uningda yana nafi taraduf chiqadi. Agar buni nimaga lazim al-a'amga amal qilsa. Ammo lazim al-musawiga amal qilsa bu joyda nima nafi ishtirok chiqadi. Kama huwa asluha yani yani la yafhamu hada al-murad yani bu murad big'ayri sig'inin g'ayri tushunilmaydi. U va huwa sig'inin g'ayri bo'lsa al-fi'l. Fi'ldir. Fayakunu huwa amda bu yerdagi ma shaklda bo'lganda huwa nafyan lit-taraduf. Ba muhtasib kelgan shaklda bu yerdagi musannifning bu qavli nima? Taradufni in la yaqtasu muraduhu bi sig'atin degan so'zni o'zini taradufni nafiy qilganlik bo'ladi. Thumma qawlu andiki musannifning qavli lazimatun degan qavli in humila ala lazim al-a'am agar lazim al-a'amga hamla qilinsa fayakunu huwa aydan nafyan lit-taraduf. U ham taradufni nafiy qilganlik bo'ladi. Bizda lazim al-a'am, lazim al-akhas, lazim al-musawi deb uch xil lazim shakli bor. Shuningmi? Hammasi ilmiy mantiqda chiqadi. Sizlar buni o'qimagan bo'lishingiz mumkin. Ikki hozir boshlaganda yaxshi chiqadi chiqadi. Endi lazimul a'am degan, masalan, bizniki masalan tahfizda Tumurbek darsxonada. Tumurbek darsxonada. Tumurbek tahfizda deyish gap bor. Tumurbekning darsxonada bo'lishidan nima lozim keladi? Tumurbekniki tahfizda bo'lishi lozim keladi. Tumurbekning tahfizxonada bo'lishidan Tumurbekning darsxonada bo'lishi lozim kelamdi, lozim kelmaydi. Darsxona bu. Tahfizxona bu hammasi. Tumurbekning tahfizxonada bo'lishidan nima lozim kelmaydi? Darsxonada bo'lishi lozim kelmaydi. Demak, bu yerda lozimul a'am. Tahfizxona degan gap lozimul a'am bo'ldi. Tushundingmi? Endi bizda lazim musaviy bor. Buni aks qilsanglar lazim al-akhas bo'ladi. Aks lazim al-akhas qolsa, darsxona lazim al-akhas nima uchun tahfizxona lazim al-a'am bo'ldi. Endi bizda lazim musaviy bor. Masalan, lazim musaviy deganimiz masalan al-insanu hayvonun natiq dedik. İnsan hayvonun natiq. Agar bo'lmaydi, asan degan qilaylik. Masalan, kullama tala'at ash-shamsu wujida an-nahar. Va kullama wujida an-naharu tala'at ash-shams. Lazim musavi. Har qatim kun chiqilsa, kunlam chiqsa, kunduz bor bo'ladi, kunduzdan bor bo'lsa, kun chiqqan bo'ladi. Demak bu lazim musavi, tushundingmi? Demak biz bu yerda shuni lazim musaviga hamla qilsak, bizga yangi bir ma'no chiqadi. Nafil ishtirok degan. Ammo lazim al-amga hamla qilsakchi nafy taraduf chiqadi, 5 biqin chiqib o'tiradi. Demak biz o'xshash ikki ma'noni takror o'xshash bir ma'noni takror paydo qilgandan yangi bir narsa paydo qilgan nima? Afzal. Tushundingmi? لازمة إن حمل على اللازم العام فيكون هو أيضا نفيا للترادف لأن الملزوم çünkü melzum bir yerdeki melzum nima vaciblik la yujadu bidun lazim lazimsiz melzum depilmaydı lazimsiz çünkü melzum yani vaciblik lazimsiz mevcut bulmaydı lazimsiz mevcut bulmaydı bunda degene mesela sigadan vacib degan gap bo'ldimi? Vacib degan gapda shu amr siyg'asi lozim keladi. Ammo amr siyg'asidan vacib degan gap lozim kelmaydi. Amr siyg'asidan ba'zida lozim nima? Vacib lozim kelsa, ba'zida
ibah, bazıda nedip lazım kelishi mumkin da'vatidir. Lekin bunda deganlik o'ylab qo'yinglar. Faqat amr, mutlaq amr degan gap bo'lmasa shunday bo'ladi. Tushundingizmi? Mutlaqul amr degan bunday bo'ladi, ammo mutlaqul amr bo'lsa unday bo'lmaydi. Mutlaqul amrdan faqat nima? Vojiblar lazım keladi. Demak biz bu mutlaqul amr dedik bu yerda biz anda qaydlik, muqayyadlik amr demadik. Shunday bo'lgandan keyin biz buni lazim musaviga hamla qilishimiz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni amrdan vojib lazım keladi, vojibdan amr lazım keladi. Fala yufhamu nafil ishtiraki qattu. Demak, mana shaklda ishtirokni nafiy qilish tushunilmaydi hargizmi? Fayanbaghi ay yuhmala lazimu ala lazimil musavi. Bu yerdagi lazim musaviga hamla qilinishi loyiq. Ya'ni la yujul murad, ya'ni vojiblik siyg'asiz mavjud bo'lmaydi. Vala siyg'atu, ya'ni siyg'a muradsiz, ya'ni vojibsiz mavjud bo'lmaydi. Faqat fuhima hina shu chaqda nafiy taraduf nafiy qilish ve iştirak nafiy qilish birlikda kinoya holda, endi sarahatan emas, kinoya yo'li bilan tushuniladi. Daf summa andiki musannif sarraha ba'da zalika bi nafiy taraduf qasdan. Undan keyin taradufni qasdan maqsad qilib taraduf nafiy qilishni uch bayon qildi. Faqat